Assalomu alaykum. Kel. Ha, nima gapir. Men sizni qizingizni To'xtab tur. Alo. Kim? Sarvar meni mashinamni uryapti. Qo'tag'amga urib olammi Sarvar mashina? Cho'chag'ini kesanida otishib yubor naqo. Telefon qilishma naqo, bezovta qil, oldimda odam bor naqo. Gapir, nima deyapti o'ding? men ismim Miron. Men sizni qizingizni. Hop, 1 minut. Alo. Aziz pulni yarmini olib kelibdi. Büyüsün amiga tiqishib yuboradi. Miyasini olib kelmay, miyasidan qarz yegim kelyapti. Qulog'idan kechga chuchvara yegim kelyapti. Tashog'i esa itlarimga. Tezda! Oldimda odam bor deyapman. Nima deyapsan? Tezda chanilmasa gapirna qo'y. Men ismim Miron. Bak qizingizni. Hozir to'xtatdi 1 minut. Alo. Sinimi? Yaxshimisiz seni? Ha. Ering urdim. Qamat nahı suka ering. 60 yil berdi eringga naxuy. Umri yetmaydi? O'g'li o'tirsin naxu qolgani. Boshqa telefon qilishmaganga oldimda odam bor. Gapirmaysanmi suka tez. Buncha qo'rqitasizlar. Qizingizni sevaman. U ham meni sevadi. Qizingizga uylanmoqchiman. Mashigan seni kutgandim. O'g'lim, men seni sinagandim. Men seni sinagandim. Bu hammasi testda. Sen men unaqa odam emasman. Men atay sinagandim. Chunki hamma meni qizimni boyligi uchun uylanmoqchi bo'ladi. Sen haqiqatan sevasan ekan, men senga qoyil qoldim. Men unaqa emasman. Bilardim. Men unaqa emasman. Jon. Xuddi tanish. Yana uyingni amikka.